Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana akalarimiz bilan mana ulug' kunda bugun mana o'tgan Vosijon hoji akamizni mana bizni hamqishlog'imiz Latofatxon hoji onamizni mana qabrlarga kelib Qur'on tilovat qilgani mana hojilarimiz bilan birgalikda keldik. Alloh taolo o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Hoji onalarimiz va hoji akalarimizni joylari jannatdan siz mana hoji akalarimiz bilan hammalari o'sha Sharaya Makka Mukarramada Sharaya o'sha degan joydagi qabristonga mana birgalikda hammamiz Qur'on tilovat qilgani kelyapmiz. Hojilarimiz hammalari birgalikda kelishyapti. Alloh taolo o'zi hojilarimizni rahmatiga olgan bo'lsin. Jo'larini jannatdan qilsin. Bu hoji onamizni, hoji akamizni Alloh taolo jannatiy firdavslardan o'zi joy bersin ilohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجهك دعاء قديم. آمين آمين. اللهم نقول تلاوة القرآن في حضرة الرحمن بارك في جميع امیدوارهم. آمین. همه معذوران خواب کردگان. آمین. صاحبان ملک به هدیه. آمین. اللهی مهربان هم یکشون با درگاه رحمتت گریشات جنتی گردانی. ایمانکشون هم رو کشون پر نور آخرتشون آباد گردانی. عذاب حوض کوثر سیرم نمایی. آمین. اللهم مغفری لی ولی والدی ولی استاذی ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک. الله أكبر. رحمة ورحمة.
Mana hojilarimizdan yana bir qiroat ajrda Xudo xolasa mana ulug' joyda, aziz joyda yana nasib qildi. Mana hojilarim bilan yana birgalikda mayitlar kelishdi. Nozi haramda asr namoz o'qigan mayitlarni olib kelishdi. Mana birgalikda dafnga hojilarimiz bilan birga qatnashyapmiz. Ha, bular endi bitta o'qiydi bular endi. Ha, o'qildi haramda bular bitta yana biz dafnga qatnashyapmiz. Alloh taolo mana Fatima akalarimiz bilan birgalikda mana dafnga qatnashib mana chiqyapmiz. 3 ta mayit ekan, 3 ta mayitni mana Endi sizning so'rovlarni so'rab hozirda nima qo'yardik? qarang o'zi mana hoji akam qanaqa bitta mayitda qanaqa qilib qo'yadi so'rashyapti. Mana hozir o'zlari guvoh bo'ldi hoji akam mana Alloh taolo mana o'zlari ko'zlari bilan ko'rishib mana guvoh bo'ldi. Alloh taolo mana bu dafnga qatnashgan o'sha bir qiroat ajrda hammamizni nomaya amollarimizga Alloh taolo o'zi go'zal holatda yozsin. Mana hoji nimalari mana birgalikda chiqishyapti. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana o'sha nari tomondan to'ldirib kelishyapti. Ko'pchilik so'rashyapti mana qanday qo'llanadi bu yerda. Mana shu mana o'sha qo'yib qo'ygan pilta blokni mana ochishadi. Mana shu yerdan ochib ichiga qo'yishib, yana yopishib ustiga turpoq tortishadi. O'sha to'rt burchak mana ichiga o'sha shot bilan tushib mana shu joyda qo'yishib chiqib yana mana blogini qo'yishib ustiga turpoq tortishib mana shu mana nariga o'sha qabristonni nariga yoqdan to'ldirib kelyapti mana. Alloh taolo hammani xotimasini shu joylarga nasib qilsin.